Siz birinchi stent qo'ydirgandingiz, ha? Stent qo'ydirgandim, ha. Nechta stent qo'ydirdingiz? Ikkita. Ikkita stent qo'ydirdingiz. Ikkita stent sizga necha yil ishlab berdi? 3 yilga yaqin bo'lyapti, 3 yil. 3 yilda 3 yildan oshdi, 3 yil. 3 yildan keyin tomir tikish kerak deb aytdi. Ha, shunday bo'ldi. Keyin yana shunday tomirda bitalish bor. Mana qisilish bo'lgan ekan. Stent qo'yamiz dedi, stent bo'lmadi, keyin shu tomir qo'yishni maslahat berdi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, yaxshimisiz doktor bobo? Rahmat, rahmat. Ishlaringiz zo'rmi? O'zingiz yaxshimisiz? Shukr, rahmat, zo'r. Mana operatsiya bo'lganingizga bugun necha kun bo'ldi? Endi 10 kun bo'lyapti, 10 kun. 10 kun bo'ldi. Operatsiyadan oldin ahvolingiz qanday edi? Birinchi marta infarktni qachon o'tkazgandingiz? Operatsiyadan keyin Xudoga shukr, ancha yengil, nafas olish hamma tomon yaxshi. Juda yaxshi bo'lyapti. Birinchi qayerga ko'ringandingiz? Bizni qanday topdingiz? Diniy tumanidan keyin maslahat berishdi shu yuqori Toshkent respublika chiqadi, shu yoqda operatsiya yo'li bilan tomir qo'yish operatsiyasi o'tkazadi deb. Denovdagilar Toshkentga borasiz deb aytgan, ha, to'g'rimi? Shunday. Aha. Keyin bu yoqda qizimiz Toshkentda koronagrafiyalar tekshirgandan keyin Himoyada men namoz o'qib, sizni shu yerda adresni bergan ekan, shundan izlab topdik-da, shu yuqorida. Ha. Sizlar Surxondaryolik bo'lib, Toshkentga borganlaringizda farg'onalik bir ayol men aytyapti, to'g'rimi? Ha, shunday. Ha. Bu yoqda shu yerdan adresni olib, keyin adresimizda uchrashdik, sizga uchrashdik. Aha. To'g'risini ayting, operatsiyadan oldin qanchalik darajada qo'rquv bo'ldi? Endi qo'rquv bo'ldi desam, bo'lmaydi desam bo'ladi. Aha. Chunki men shuna tayyor bo'lib kelganman operatsiyaga. Yo'q, lekin bitta narsa-da bu. Mana operatsiyadan o'sha kuni operatsiya bo'lish kerak edi-ku. O'sha kuni bu yoqdan bu yoqqa ko'zingizdan boya xavotiringiz bilinib turadi-da. Yo'q, xavotir bilingani. O'sha narsalar bemalol aytavering. Men birinchi o'zim kiraman deb o'yladim, birinchi operatsiyaga bugun nasib bo'lsa birinchi kiraman dedim. Keyin bu hamrohimizning mazasi yo'qligi sababli o'qish kirdida, keyin men o'zimga bitta ko'ngil cho'k, saviyya cho'kdi-da. Bu anavisi yo'q, qo'rqish. Perejivat qildingiz. Perejivat qildim. Siqilib ana bo'ldi-da, qisilgani. Bu boshqarmasi yaxshi. Kayfiyat ham yaxshi edi. Kayfiyat yaxshi edi. Bu yerga meni yonimga kelishdan oldin men videolarimni ko'rib chiqdingizmi? Ko'rganmiz, ha. Men o'zim anaqa qizimiz ko'rgan videongizni. Qilib yurgan odamlarga o'zi birov kelib men yurakda operatsiya qilaman deb kelmaydi-da. Shunday. Mutaxassis bo'lgan uchun keladi deb, keyin qiziq o'zimizga. Ham yengillik taraflari mana Xudoga shukr ancha. Mana ko'ryapti, ag'ayinlar hammasi ishonyapti. Hozir bitta Denovda birga yotgan bir bobomiz bor. Intiqib kutyapti, meni kutyapti. Nima bo'lding? Bu Toshkentga borib qo'yib aniq kelgan operatsiya qildirgan. Stent qo'ydirib kelganda yaxshi bo'lmadimi, nima bo'ldi? Sen bo'l, sen ko'rayin, men seni ko'rayin deb anaqamiz yo'q, kutib o'tiribdi u. Aytdim, yo'q, bu keling, mayli, kelib shuni uchrashib maslahat qilsangiz ham bo'ladi dedim. Hali insonlar bilmaydi, juda ko'pchiligi. Viloyatimizda borligini bilmaydi-da. Viloyatimizda borligini bilmaydi. O'shaning uchun endi sekin-sekin bo'ladi bu narsalar. U birdaniga zo'r bo'lib ketmaydi. Oilada, yangi oilada gapda bu endi shu asta rivojlanib. Hozir davlatimiz tomonidan yordam berilib, sug'urta tomonidan operatsiyalar bo'lyapti. Bu prezidentimizning yaratib bergan imkoniyatlari-da. Rahbarlarimiz viloyatning, respublika rahbarlarining shunday sog'liqni saqlash vazirligi o'zining boshqarmasi viloyatniki mana qarang. Bunday sharoit hech o'ylamagan sharoitlar bo'lyapti. Aslida rivojlanish zo'r, yaxshi. Bizdan rozimisiz hammadan? Xudoga shukr. Allohga shukr, mana shunday yigitlarning kasbining o'zining mohirlari, ustalari, hamshiralarimiz ham mana qizlar yaxshi qarayaptimi? Ha, hammasiga rahmat, otasiga rahmat, tarbiyalaganlarga rahmat. Shunday hukumat shunday sharoit bergan hukumatimizga rahmat. Uyga borganda ham bunday sharoit yo'q-da uyda ham. Birov bezovta qilar boshqa, birov bezovta qilmasa, orom, dam olamiz, yotamiz, ukalib kerakmi? Dori-dormon kerakmi? Hammasi oldimizda. Shunday. Yaxshi, hammasi zo'r. Mana endi operatsiya bo'ladiganlarga, endi surishtiradiganlarga nima tavsiya berasiz? Avvalambor kasal bo'lmasin. Bo'lganlarim uzoqqa yurib sarson sargardan bo'lib yurgandan ko'ra
Şu vilayatımızın özünde mana yangi açılgan kardiyokirurgiya bölümünde kelse, davalansa, harajat yemez, yürüyüşem, öz ağaylar köz altında oladı, şunun yaxşı. Kesin davalansın, körsün, bana konsultasiya berişler, bepul konsultasiya berýärsizler. Kep konsultasiya alsın, özleri işenmese. Yaxşı, hamma tomony yaxşı bu. Bizga ishonch bildirsa bo'ladimi? Bo'ladi, aniq bo'ladi, ishonch zo'r. Mana men o'zimni payqasab ko'rib turibman, o'zimdan. Ha. Yurtda Xudoga shukr mana. Ishtaha yaxshi, kayfiyat zo'r. Kayfiyat zo'r. Hech qayerda og'riq yo'q. Yo'q. Senlar yengil. Ancha yengil, Xudoga shukr, Allohga shukr. Yaratganga shukr, mana shunda qaytarganiga shukr deymiz-da. Ha, shunday. Duo qiling bo'lmasa. Allohum, bismillahirrohmanirrohim. La ilahe illallah, aşhadu enne Muhammeden Resul. Şu kılarimizga, kasblariga baraka bersin, ishlariga, şu bemorlarimizga hammasiga Xudo shifoy banda ato etsin, shifo topsin hammasi. Şu kardiologiya bölümünde, xirurgiya bölümünde xizmat qilayotgan ukalarimizga ham, ishlariga, bundan keyingi ham xizmatlari yaxshi bo'lib, bardavom bo'lsin, rivojlanib ketsin nasib bo'lsa. İşlerini, omadini versin, barakasini versin. Şularni yetkazgan ota-onasiga, rahbarlarimizga, o'qitgan ustozlariga, hammasiga katta minnatdorchilik bildirib, ishlariga, bundan keyingi ishlarida ham, hayotlarida ham yutuq muvaffaqiyatlarga erishsin deymiz. Rabbina atina fid dunya hasanatan va fil akhirati hasanatan. Allohu akbar. Allohu akbar.